Bilinchik tayyorlab o'xshatolmaydigan qizlar, bu yoqqa kelinglar. Ajoyib retsept bilan keldim. Albatta, bu retsept bilan tayyorlasangiz, bilinchiklaringiz 100% o'xshab chiqadi. Yumshoqqina og'izda eriydigan bilinchiklarni quyidagicha tayyorlaymiz. Bismillah deb iliq sutimiz va suvimizni idishimizga quyib olamiz. Ustidan 2 dona tuxumni chaqib yuboramiz. Tabga ko'ra shakar, yarim choy qoshiq iste'mol sodasi va ozgina razrixlitsil ham solib yuboramiz. Yog' esimizdan chiqmasin. Unimizni oz-ozdan elab solamiz. Xuddi shunday suyuqlikda bo'lishi kerak. Qizib turgan tovamizni bir marotaba yog'lab olamiz. Bilinchiklarimizni baland olovda pishirib olamiz. Bilinchiklarni pishirishdan avval 15 daqiqa kuting. Shunda masalliqlari bir-biriga yaxshi qorishib, siz xohlagan bilinchik paydo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek masalliqlarni deyarli o'lchamasdan soldim. Bilinchikni aslida hech qanday siri yo'q. Shunchaki tovani issiqroq qilib pishirsangiz, bilinchiklaringiz tez va teshikchalari ko'p bo'lib, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Ichiga xohlagan nachinkangizni solib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Men tvorogli nachinkadan foydalandim. Tvorogni yoqtirmaydiganlar esa smetana bilan iste'mol qilsa bo'ladi. Bir marotaba bo'lsa ham ushbu retsept orqali tayyorlab ko'ring. Aniq o'xshab chiqishiga kafolat beraman. Tayyorlaganingizdan so'ng o'xshadimi, yo'qmi yozib qoldiring, kutaman.